Assalomu alaykum. Begomuz Yakatut kanal obunachilari hamda yurtimiz mirishkor dehqonlari. Bugun 2026-yil 19-iyul sanasi. Biz bugun syomka qilishga qaror qildik. Ancha bo'ldi video syomka qilmaganimizga. Ishlarimiz ko'payib ketdi. Tayyor begomuzlarni olib chiqish, xo'sh, ozuqa jamlash. Ayniqsa kun qizib ketdi. Chuvalchanglarni ana shu issiqdan eson-omon olib chiqish uchun harakat qilib, mana bunday qilib reaktorlarni pohol bilan o'rab chiqyapmiz. Ozuqa bergandan keyin bu yoqda ham ozuqa berilgan reaktorlar pohol bilan o'rab chiqyapmiz. Begomuzlarimiz sotuvi davom etyapti. Tayyor begomuzlarni olib chiqib elab qoplab qo'yyapmiz. Hozir buyurtma bor edi, shu buyurtmaga begomuzlarni elab olib chiqyapmiz. Bir qator chuvalchanglarni ko'rsatib qo'ymoqchiman. Mana shu reaktorga ham yaqinda ozuqa berganmiz. Adashmasam 3 kun bo'ldimi, 4 kun bo'ldimi? Mana chuvalchanglar o'zi yangi ozuqaga chiqishni boshlagan. Mana shu yerga ham 2 kun bo'ldi ozuqa tashlaganimizga. Chuvalchanglar o'zi chiqib olgan yangi ozuqaga. Mana. Lekin hali kun qiziganda bular topib bo'lmaydi. Kun qizigan payt pastga chuqurga tushib ketyapti. Xabarlarim bor, 40 gradusdan oshyapti har kuni. Mana bu yerda go'ng tayyorlab to'kib qo'yganmiz. Mana reaktor deyarli yeb bo'lgan. Hozir og'darib chiqdik. Toza yeb bo'lgandan keyin bunga keyin go'nglar solamiz. Mana bu reaktorga o'zi og'darganmiz. Go'ng solish jarayoni boshlandi. Mana ozuqa berish jarayoni. Mana shunday qizigan ozuqani sekin olib kelib tashlayapmiz. Mana shunday qilib to'kib yoyib chiqamiz. Bu yoqda pohol bilan yopilgan reaktorlar o'na 1 2 3 4 5. Bular hammasi ozuqa berilgan. Keyin pohol bilan yopib chiqyapmiz. Issiqda chuvalchanglar qiynalmasligi uchun. Bizda shunaqa ishlar ketyapti. Hozir ertalab soat 6:20 chuvalchanglar aktiv ishlashyapti hozir ertalabda. Hali soat 12 da bular topib bo'lmaydi. Chuqurroqqa tushib ketadi. Issiq qattiq bo'lyapti. Kaliforniya qizil yomg'ir chuvalchangi kerak bo'lganlar bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Zich holatda terib beramiz. Chuvalchang cheklanmagan miqdorda bor. Bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Ekran ostida raqam qoldiramiz. Sotuvda begomuzlarimiz ham bor. Xudo xolasa endi kuzgi mavsumga tayyorlanamiz. Mana shu tayyor reaktorlarni tozalab yeb bo'lgandan keyin
Mana go'nglar tashlaymiz. Ulardan ham yeb bo'lgandan keyin kuzga xudo xolasa yana biogomuslarni ilashni boshlaymiz. Mana shu yamada ham mana biogomusimiz tayyor bo'lgan. Eniga 2 metr, uzunligi 6 metrlik, chuqurligi 40 santimetrlik bo'lgan yamamiz bor edi, bir kichkinagina. Shunga ham nima go'ng tashlab qo'ygandik, mana cho'lchanglar yeb 100% mana biogomus holatiga keltirib qo'ygan. Mana shunday mana cho'lchanglar ham bor hali. Bu elanmagan varianti. Elangandan keyin bundan ham sifatli bo'lib ekinlarga tayyor holatga keladi. Bizni kuzatishda davom eting, kanalga obuna bo'ling, video ostiga like bosing, izohlarda fikrlaringizni qoldiring. Hammaga rahmat.